Xudo xohlasa mana Real Madrid komandamizni haligi hobbisiga aylanib boryapti. Zerikib qolsa, mana shu ko'ch oyda o'rnigan sekin trener almashtirish boryapti. Endi Xabi Alonso ketibdi, mavsum oxirigacha ham qolmadi. O'rtasida boringcha ashundalarni optod o'ynaydi deb, sekin Arbeloa degan aka kelibdi. Endi mayli yangi trenerning qadamlariga hasanat u, lekin cho'pon almashgani bilan qo'ylar asashida baribir. Ona oldidagi ikkita Mbappe bilan Viniciusga bolalar orqalarida ham futbol bo'lyapti, men orqa taraflarda ham. Juda qaytib yordamlashinglar pressingga demasa farqi yo'q. U Guardiola keladimi, Zidane keladimi yo hali PlayStationda pul ulab bitta odam o'ynab o'tiradimi tepada ularni boshqarib farqi yo'qda baribir. Ana ikkitasi o'ynamasa 8 kishi hech narsa qila olmaydi mayli. U voleybol o'ynashib o'rsa ham foydasi yo'q 8 kishiga. Endi ashi maqsadda chiqyapman-da, endi bolalar endi bu bir maslahatlashib o'zimiz ana Stalinning sinfdoshi akam bor-ku, kim edi? Trenerimiz Florentino Perezga tashabbay aka, men bola ham bir narsani bilmasa gapirmasa kerak deb turib, bitta hadya qilib tashaveringlarchi.